Raging Entertainment, Millman H. West, MZ Kim Production, Pay Forward Entertainment bilan hamkorlikda namoyish etadi. Orzudagi qizga uylaning. Logan Taylor 456. Tabriklaymiz. Sizga mos nomzodlar topildi. Salom, mening ismim Roza, yoshim 25 da, badavlat turmush o'rtoq qidiryapman. To'g'risi, erim boy bo'lishni istayman. Hashamatli uyi bo'lsa. Sayohatni xush ko'radigan amerikalik yigitni izlayapman. Bolaligimdagi eng katta orzulardan. Salom. Ismim Yelena, Moskvalik muhandisman. Aynorda sayr qilishni yoqtiraman. Men namunali xotin bo'laman. Talabgorlar bo'lsa, chiqing. Madaniyatli bolam chiqam desa, yo'q demasdim. Nina 35 yoshda. Salom. Mening ismim Nina. Men Livni shahrida yashayman. Mazali taomlar pishiraman. Aytishlaricha, erkak qalbiga oshqozon orqali yo'l topsa bo'lar ekan. Leyla gulini yaxshi ko'raman. Uyimda ham o'stirganman. Men uchun eng muhimi mustahkam oila. Kel, sen ham salom ber. Bu qizim Dasha bo'ladi. Bor boyligim shu. Agar bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga ma'qul keldik deb umid qilaman. Rossiyalik kelin. Asilmedia.net taqdim etadi. Nina! O'zimni go'zalim. Eshikni och. Sira o'zgarmas ekan sizda. Nima? To'lik, iltimos, keting. O'tinaman, keting. Xafa qilma. Bunaqa ahvolda qizimga ko'rinmaysiz deganman-a. Iltimos. Ko'rmasam bo'lmaydi. Ota o'z qizini sog'indi. Unga teshikkulchi olib keldim. Mayli, meni nomimdan berib qo'yarsan. Bering. Shundoq bir ko'ray. Hoy, qayoqqa kiryapsiz? Dasha! Dasha! Keting. Nadan keldi? O'ldiraman seni. Yo'qoling bu yerdan. Livni, Rossiya. Nega dadam bizni yomon ko'radi? Qizim, kim senga bunaqa dedi? Shunchaki ichidagi yomon odamlarni aytganini qiladi. Ular dadangni qo'yib yubormayapti. Senga va'da beraman. Dadangni bu holatda boshqa ko'rmaysan. Go'zal tabassumingizni sog'indim. Qadrli Nina, iltimos, xatimni o'qing. Ochig'ini aytsam, menga yoqib qoldingiz. Iltimos, aloqaga chiqing. Muhabbat ila Karl. Nina, juda ham xavotirdaman. Axir uni sira bilmaysan-ku. Hatto bu yerga sen bilan tanishgani ham kelmadi. Yaqin qarindoshlar bilan ko'rishmadi. Aytdim-ku, bolalikdan beri samolyotda uchishdan qo'rqar ekan. Shunga ishonib rozi bo'lib qo'ya qoldingmi? Odamning olasi ichida bo'ladi deyshadi. Dashani otasi senga misol bo'lmadimi? Solishtirgan odamingizni qarang. Karl plastik jarroh, o'qimishli inson, faqat nafaqaga chiqqan. U bilan baxtli bo'lishimga aniq ishonaman. Buning ustiga qizim Dasha haqida doim so'rab surishtiradi.
yaxshi ota bo'lishiga ishonaman. Taksi yetib keldi. Dasha, ketdik. Yetib borganingda yura tog'angga xabar ber, faqat esingdan chiqib qolmasin. Oyi, xavotir olmang. Karl juda ham ajoyib inson. Onamni ehtiyot qiling. Rollarda Corbin Berenson, Oksana Orlan, Kristina Pimenova, Liza Goodman, Michael Robert Brandon, Alison Gorman, Kenan Johnston, Gregory O'Gallagher, Yefim Soman va boshqalar. Mana bu joy surkalib ketibdi. Ahvolimni ko'rib, orqaga qaytarib yuborsa kerak. Siz juda chiroylisiz. Rahmat. Xo'sh, nima deysan? Qalpoqni yechib qo'yaymi? Turgani yaxshi. Shunaqami? Ha. Bu boshqa gap. Tayyormisan? Ketdik. Karl. Va nihoyat boshxonada ushlanib qoldik. Ko'p savol berishar ekan. Hech qisi yo'q. Muhimi eson-omon keldinglar. Hayotda yanada go'zal ekansiz. Rahmat. Lili esingizda qolgan ekanda. Salom, Dasha. Amerikaga taklif qilganingiz uchun rahmat. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Shunaqa. Prodyuserlar Jeff Miller, Philip Day. Ssenariy muallifi va rejissyor Michael Oyeda. Haliyam ko'zlarimga ishonmayman. Men ham. Rostligini bilishimiz uchun 1-2 hafta yoki oy o'tishi kerak. Sizni haydovchi olib yuradimi? Haggin nafaqat haydovchi. Butun uyni unga topshirib qo'yganman. Uni dadam Vengriyadagi yetimxonadan olib kelgan. U bilan gaplashishga urinmang. Soqov holda tug'ilgan. Dasha, bu seni yangi uying. Uy, axir bu qasr-ku. Bolaligimda bu yerda ko'p odam yashardi. Dadam turli ziyofat, tomoshalar uyushtirishni xush ko'rardi. Har kuni qandaydir tadbir bo'lardi. Chiroyli joylar ekan. Uy ichida hamma sharoit yetarli. Hech qayerga borishga hojat yo'q. Begonalar ham kelmaydi. Eng yaqin qo'shni 30 kilometr narida. Yolg'iz yashash qiyin emasmi? Endi unaqa emas. Hagin ham shu yerda yashaydimi deb Yo'q, kichkinagina kulbasi bor. Yo'lni narigi betida. O'zi shuni xohlagan. U tanholikni xush ko'radi. Xonimlar, bu Mariya. Tanishganimdan xursandman. Salom.
voy nahotki bu dasha bo'lsa juda yoqimtoy qizcha ekan-ku. Osmondan tushgan farishtani o'zi. Mariyani bolalari yo'q. Shu sabab sizni rosa kutdi. Mariya bilan salomlash. Salom. Uzr, parvoz uzoq davom etgani uchun charchagan. Juda yaxshi tushunaman. Marhamat, tepa qavatga chiqinglar. Kechki ovqatdan avval dam olasiz. Katta rahmat. Yukni bor yo'g'i shumi? Ko'p narsa olmanglar degandingiz. To'g'ri. Chunki Mariya shkafni kiyimlarga to'ldirib qo'ydi. Ovora bo'libsiz-da. Arzimagan ish. O'lchamlarni qayerdan bildingiz? Tibbiy kartalaringiz bilan tanishdim. Sizga syurpriz bo'lsin degandim. Qoyil. Eshik buncha ko'p. Bunisi qayerga olib chiqadi? Bu tomonda Mariya yashaydi. Faqat u yoqqa o'tish mumkin emas. Egasi yoqtirmaydi. Sizni eshigingiz esa mana bu. Malikamiz shu xonada uxlaydilar. Karl, bizni lol qoldirdingiz. Dashinka, nima deyish kerak? Rahmat. Bitta taklif. Malika xonasini tomosha qilguncha qirolicha o'z yotoqxonasi bilan tanishsa. Aytgancha, liftimiz ham bor. U tepadagi qavatga olib chiqadi. Ammo men zinada chiqishni xush ko'raman. Chunki lift eski. Mana bu Amerika. Kelajakni bilib bo'lmas ekanda. Kechagina qizimga nima ovqat berishni bilmayotgan edim. Bugun esa xizmatkorlar kutib turibdi. Oyi, Afsuski, Rossiyaga bora olmadingiz. Nina. Samolyotlarga munosabatimni bilasiz-ku. Negadir hayotimni birovning qo'liga topshira olmayman. Ehtiyot bo'lgan ma'qul. oyi. Biror narsa yoqmadimi? Yo'q, shunchaki opam Dashaning taqdiridan xavotirdalar. Esimdan chiqay debdi. Mabodo uyga qo'ng'iroq qiladigan bo'lsangiz. Men tishiga qarsildoqman. Sen kimsan? Rahmat, Karl. Я очень это ценю. Dasha, Reyn, yonimga kel. Chiq. Dasha. Tuzukmisan? It tishlab olmadimi? Unday qilmaydi. Faqat buyruq bo'lsa tashlanadi. Shkaf ichida ayol bor ekan. Ayol, shkafda. Maneken ekan. Sobiq xotinimga tegishli. Ko'zdan nariroqqa berkitib qo'ygandim. Bu qanaqa xona? O'g'limga tegishli. O'g'lim, u haqda indamagandingiz. Buni aytish uchun o'zim tayyor emasdim. U mitoxondrial xastalik bilan tug'ilgan. Aniq tashxis qo'yilganda ma'lum bo'ldiki, ko'p a'zolar ishdan chiqqan ekan. Ayolingiz bilan rosa qiynalgan ekansiz-da. Dahshatga tushganmiz desam to'g'ri bo'ladi. Shu sabab bir-birimizdan uzoqlashdik. Oqibatda u xayrlashmay ketib qoldi. Kechiring. Dasha, Mariya pishirgan ovqat senga yoqdimi? Rossiya taomlari biroz boshqacharoq.
Aytingchi, hech rus ovqatlaridan yeb ko'rganmisiz? Esimdan chiqibdi. Bizda tez-tez chiroq o'chib turadi. Zaxira generator esa juda eski, ovozi ham baland. Ishga tushsa butun uy zirillaydi. Mana, hammasi joyida bo'ladi deb va'da bergandim. To'g'rimi? Biron narsaga erishish uchun nimadandir voz kechish kerak. Ammo so'lib borayotgan novdani quyoshga olib chiqib parvarish qilsang, tezda gullar o'sib chiqadi. Uy juda katta ekan. Shundan qo'rqyapman. Turli sarguzashtlarni xush ko'rarding-ku. Bu yerda kimdir bor. Qizim, vahima qilma. Bu oddiygina maniken. Nafas olganini eshitdim. Yo'q, shunchaki sen charchagansan. Bo'ldi, joyingga yot. Uxla. Seni yaxshi ko'raman. Hm? Ha, oyi. Hammasi joyida. Xizmatkor va haydovchim bor. Joy xuddi ertakka o'xshaydi. Dashinkami, u ham sizni sog'inib qoldi. Xavotir olmang. Sizni yaxshi ko'raman. Oyimga qo'ng'iroq qildim. Hozir Rossiyada tong. To'g'ri. Gohida yer dumaloqligini unutib qo'yaman. Uy ma'qul bo'ldimi? Ha, albatta. Til ojiz. Necha marta internet orqali gaplashgan bo'lsak, vaqt o'tgani sari sevgim ortib boraverdi. Kutganimdan ziyoda bo'lib chiqding. Uzr, bugun qattiq charchadim. Ko'rinishim ham yaxshi emas. Aksincha degan bo'lardim. Hayolimga bir dona so'z kelyapti. Afrodita. Можете поцеловать невесту. Rahmat, Mariya. Do'stlarim bilan tanishtirsam. Bu John Buchanan, qadim zamonlardan do'stimiz. Salom, kelganingiz uchun rahmat. Xonim, tanishganimdan xursandman. Rahmat, John. Pul odamni nimalar qilmaydi, ha? Bu esa opam Claire, ko'proq Temir xonim nomi bilan mashhur. Tabriklayman azizam. Bu Claire'ning o'g'li Keller, yigitcha yaqinda tibbiy kollejni tugatdi. Mahoratli doktor bo'lish niyati bor. Axir o'qish xarajatlarini men to'laganman. Nina, eslab qoling. Ukam baxtli yashashi uchun har doim hayotdan mamnun bo'lishi kerak. Ammo oshirib yuborish yaramaydi. Bir marta ruscha taom pishiraychi, keyin itimiz Rayndek qo'limga o'rgatib olaman.
Ushbu qadahni do'stim Karl Frederik sharafiga ko'tarmoqchiman. Shuningdek, kelinchak va uning ajoyib qizi Dasha uchun. Yodingizda bo'lsa, 1 yil avval Karl turmushida katta yo'qotish yuz berdi. O'shanda ochig'i biroz xavotirga tushgandik. Unga hayot shu bilan tugamaydi. Dengizda boshqa baliqlar ham bor. Dunyoda esa boshqa ayol mavjud. Bolasi bo'lsa ham zarari yo'q. Aksincha, Taylerga do'st bo'ladi degandim. O'shanda do'stimni qo'llab-quvvatlagandik. Hozir ham yonidamiz. Endi esa Dasha bilan Nina kelib qo'shilishdi. Yangi hayot uchun ichishni taklif qilaman. Yangi hayot uchun. Kommunizm o'rnini yovvoyi g'arb egalladi. Yomon tarafi, hamma boylik, puli ko'p jinoiy to'dalari qo'liga o'tib ketdi. Zavodlar, neft, gaz bir kechada hayot tubdan o'zgarib ketdi. Uzr, adashmasam bizni tanishtirishmadi. Kechir, bu Krenston ancha yillik qadrdonim. Bu uyni klinikaga aylantirishda juda katta yordam bergan. Klinikangiz haqida o'qiganman. Bir qizcha vafot etganida litsenziyangizni olib qo'yishmaganmi? Qanaqa qizcha o'lganmi? Shu yerda. Keling, hammasini tushuntirib beraman. U voyaga yetgan katta qiz edi. Plastik jarrohlik amaliyotidan so'ng bu yerda reabilitatsiya jarayonidan o'tayotgandi. Doim og'riq qoldiradigan dori so'rayvergach, unga morfin berdim. Yonida kokain bor ekanidan xabarim yo'q. Morfin depressant. Kokain esa stimulyator. Birinchisi yurak urishini sekinlatsa, ikkinchisi tezlatadi. Oqibatda speedballing yuz beradi. O'tmishim bilan qiziqibsiz-da. Jiyanim nomi chiqmagan doktor uchun hamma narsani tashlab Amerikaga kelishini eshitgan zahotim surishtirishga qaror qildim. Yuriy. Hammasi joyida. Buni sir joyi yo'q. Ancha suvlar oqib ketgan. Yaxshi, kech bo'lib qopti. Men ketaman. Mashina hayday olasizmi? Qo'rqma, ichkilik rus pahlavoni uchun xuddi suv kabi hech qanday ta'sir o'tkazmaydi, to'g'rimi? Shunaqa qarindosh bo'lganimizdan keyin tez-tez kelib turishga harakat qilaman. Uyim ham uzoqda emas. Marhamat qiling. Yura tog'a. Nega ketib qolyapsiz? Yotib qola qoling. Uzr, ketishim kerak. Qor tinmas ekan, yana shu yerda qolib ketmay. Xonalar yetarli. Iltimos qoling. Tez orada yana ko'rishamiz, xavotirlanma. Xo'pmi? Karl? Kechiring. Taqilatish kerak edi. Uzr so'rama, senga shart emas. Bu uy endi seniki. Mazasini ko'rasanmi? Bundan xabarim yo'q edi. Nina, meni yoshim 63 ta. Hayotda turli tuman vaziyatlarga tushdim. Haddan ortiq alamni ham tortganman. Biroz sho'xlik qilsam hech kim urushmas. Dashaga hayotimiz o'zgaradi deb va'da bergandim. Bunaqasiz deb o'ylamagandim. Nimalar deyapsan? Dashani ko'zi tushmasligiga harakat qiling.
Nima qilyapsiz? Tushunmadim. Yo'q. 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 Oyi, menga yetib oling. Karl amakini ham xuddi dadamdek yaxshi ko'rasizmi? Ularni solishtirib bo'lmaydi. Yosh bo'lganmiz. Sevib qolganmiz. To'lik aslida yomon inson emas. Keyin o'zgarib ketdi. Karl amaki ham o'zgarib qolsa-chi? Men hammasi joyida bo'lishiga harakat qilaman. Qarang, chana bor ekan. Zo'r-ku. Voy, sinib yotibdi. Qo'rqinchli joyi yo'q. Mana, yap-yangidek bo'ldi. Men birinchi chiqaman. Salom, Mariya. Hagin. Mariya tinchlikmi? Qandilni changini artay deb tushirgandim. Endi joyiga ko'tara olmayapman. Ha, men yordam beraman. Dadam kemada mexanik bo'lganlar. Biron uskunani tuzatsalar, yonlarida kuzatib turardim. Zanjirni torting. Kuchliroq. Dadamni qo'llari tilla edi. Kimsasiz orolga tushib qolsam, yashab ketishim uchun bolg'ani o'zi bemalol yetadi derdilar. Ana bo'ldi. Tormoz ushlab qolyapti. Menimcha moy surish kerak. Mariya, bitta savol bersam bo'ladimi? Albatta. Bexosdan tunda Karlning qo'lida Kokain. ha, Tayler kasal bo'lganida bog'lanib qoldi. Narkotik dardni yengishga yordam beradi derdi. ma'lumot uchun rahmat. Vaziyatmi? Kun o'tgan sari yomonlashib bormoqda. Kamiga qor ham tinmayapti. U yerga yetib kelish oson emas. Bu seni muammoing. So'ragan pulingni berayotgan bo'lsam axir shunchaki yetkazib olib kel. Meni laqillatmayapsan degan umiddaman. Ish qilib tinchlikmi? Ha, opam Claire'ni bir tanishi bor. Qadimiy uylar bo'yicha ekspert. Elektr masalasini hal qilish bo'yicha chaqirtirgandim. Juda bo'lmasa sham bor-ku. Romantika bo'ladi. Dashinka shamollab qoldingmi? Issig'i bor. Ishsha toq. Ertaga ot minib sayohat qilamiz deb o'ylagandim. Bu ajoyib fikr. Bemalol boravering. Dashaga men qarab turaman. Axir yoshlar yolg'iz qolishi kerak emasmi? Ha, taklif menga juda ham yoqdi. Bas qil. Iltimos, faqat hozir emas. Yo'q deyapman. Buni men hal qilaman. Qoyil maqom jinoyat. Qiz uni o'ldirdimi? Hozircha yo'q.
ammo o'ldiradi. David. Issiq choy ich. Oxirigacha. Karl, esimga tushdi. Xuddi velosiped minganga o'xshar ekan. Hamma narsamni tortib olding. Ammo mazza qilib yashashingga yo'l qo'ymayman. Shuni unutma. Karl, chiroyli joylar ekan. Mariya. Qani, Nina, bir mahoratingni ko'rsatchi. Olga! Oyi! Nina, bo'sh kelma. Karl! Bunaqada yiqilib tushaman. To'xtang! To'xtang! Nina! 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 Dasha! Dasha! Yo'q! Dasha! 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 Dasha, iltimos hushingga kel. Dasha, ko'zingni och. Iltimos, faqat o'lib qolma. Dasha. 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 Dasha.
Faqat unday qilma. Maqsadimga yetishimga oz qoldi, uyg'on. Xudoga shukr. Unga nima bo'ldi? Gapiring. Asrab qolding. Yo'q. Uni kasalxonaga olib borish kerak. Kuchli yoqqan qor yo'llarni yopib qo'ygan. Hozir ho'l kiyimlarni yechib tashlab o'zimiz zarur muolajalarni qilamiz. Bilasiz-ku, avval bu yer klinika bo'lgan. O'sha davrdan ko'p dorilar saqlanib qolgan. Sizga nima bo'ldi? Hech narsa. Ahmoqligim tufayli otdan yiqildim. O'zing tuzukmisan? Nega uydan uzoqqa ketib qolding, qizim? Sizni qidirdim. Karl bilan ot mingani ketganimni bilarding-ku. Tezda qaytib kelaman degan bo'lsam. Men arvohni ko'rdim. Qanaqa arvoh? Ayol kishi edi. Dahshinka bunaqa gaplarni barimishmish. Aytishicha, u xavfli odam ekan. Kim? Karl, yana aytdiki, agar ketmasak, ikkalamizni ham o'ldiradi. Dasha bas qil. Bo'lmagan gap. Kechir qizaloq. O'zbek tilidagi tarjima filmlarini tomosha qilmoqchimisiz? Unda asilmedia.net saytiga tashrif buyuring. Nima keragi bor? Shunchaki xohlayman, tamom vassalom. Karl, Dashani hayotini saqlab qolganingizdan minnatdorman. U yerda nima qilayotgan ekan? Bilmayman. Qanaqadir arvohni ko'rib qo'rqib ketdim dedi. Arvoh? Ha, Xo'sh, yana nimalar dedi? bori shu. Nega otni ertaroq to'xtatmadingiz? Halok bo'lishi mumkin edi. Nina ot minishini bilaman deganding-ku. Keyin ayilni uzilib ketishi kimni xayoliga kelibdi? Uni o'zim bog'lagandim. Xo'sh, yana nima deyishimni xohlayapsan? Janob Frederik, uzr so'rayman. Kech bo'lganda bezovta qildim. Windham Roadda dahshatli avtohalokat sodir bo'ldi. Haydovchi voqea joyida halok bo'lgan. O'ylashimizcha, shu atrofda kimnidir uyiga kelgan bo'lishi mumkin. Shuni tekshiryapman. Aytingchi, Yuriy Volkov degan insonni taniysizmi? Yuriy? Ha, uni yaxshi taniymiz. Ayolimning qarindoshi, ya'ni tog'asi bo'ladi. Biz yaqinda turmush qurdik. To'y marosimini uyda o'tkazgandik. Yuriy shu sabab tufayli biznikiga kelgandi. Ochig'i anchagina ichib qo'ygandi. Uni tunab qolishga rosa undadik, ammo u qaysarlik qilib ketaman deb turib oldi. Oh. Ta'ziyamni qabul qiling. Rahmat.
qoch. Kechiring. Sizdan ruxsat so'ramasdan otxonaga kirdim. Sovuqda ishlayotganingizni ko'rib achindim. Shunga issiqqina ovqat olib kelgandim. Aytishlaricha Vengriyada tug'ilgan ekansiz. U mamlakatga sira bormaganman. Lekin rosa chiroyli deb eshitganman. Ikkalamiz ham vatandan yiroqdamiz. Karl sizni shu yerda yashaydi dedi. Axir uyda xonalar ko'p bo'lsa, sovuq joyda ayniqsa tunashga qiynalmaysizmi? Karl yaxshi inson ekaniga ishongim keladi. Gap oramizda qolsin-u, negadir ko'nglim juda g'ash. Hakin, oshxona derazasidagi qoch degan yozuv sizning ishingizmi? Ha? Iltimos rostini ayting. Shunaqa deb o'ylagandim. Bu yerda qolishimiz xavflimi? Hagen, iltimos. Mariya? Tinchlikmi ishqilib? Xavotirga o'rin yo'q.
gaplashgim kelyapti. Kechagina qo'ng'iroq qilgandek-ku. Yo'ra tog'aga nima bo'lganini aytib berdingizmi? Telefonni menga bermadingiz. Balki hali uxlashga yotishmagandir. Hisobingizda mablag' yetmaganligi tufayli raqam bloklangan. Iltimos, operator bilan Nima bo'ldi? Hozir kelaman. Sen shu yerdan hech qayerga ketma. Tushundingmi? Mariya tuzukmi? Ha. To'g'rirog'i yo'q. Biroz tobi qochdi. Tun bo'yi ko'ngli aynidi. Dorilarni berdim, tuzalib qolar. Ish qilib sog'ayib ketsin-da. Nina, mendan biror narsa so'ramoqchimisan? Ha, telefonim o'chib qopti. Dasha buvim bilan gaplashmoqchiman degandi. Kecha gaplashdilaring-ku. Ha, to'g'ri. O'tgan kuni ham balki aloqa pand berayotgandir. Lekin raqam o'chirilgan dedi. Telefon kompaniyasi bilan bog'lanaman. Mabodo uy telefoni yo'qmi? Unga zarurat qolmagan. Har holda Amerikada. Odamlardan uzoqda yashasak, biron voqea yuz bersa yo tez yordam chaqirish zarur bo'lsa-chi? Ushla, faqat bitta qo'ng'iroq. Ko'p gaplashma, aloqa narxi juda ham qimmat. Mayli. Oyim bilan keyin gaplasharman. Nina. Uzr. Meni kechir. Bir kuni o'zim rus taomlaridan pishirib beraman deganding. Mariya kasal bo'lib qolganini bilasan. Ikkalamiz sham yog'dusida birga kechki ovqatni yeymiz. Bugun ayni vaqti. Shunga nima deysan? Albatta. Men roziman. Voy, o'rdakcha. Mariyani tobi yo'q. Karl bugun kechki ovqat men pishirishim kerakligini aytdi. Xotin ovqatlanar ekanmiz. Sen katta bo'lib qolding. O'zingga mashg'ulot toparsan-a? Kechki ovqatdan keyin balki kino ko'rarsan yoki bironta o'yin o'ynaysan. Gaping bormi? Nima bo'ldi? Tunda Karl xonamga kirdi. Keyinchi nima qildi? Sekin kravatimga o'tirdi. Va qo'limdan ushladi. Rostdanmi? Keyinchi? Xuddi itdek siladi. Menimcha, sog'lig'ingdan tashvishga tushib xabar olgani kirgan. Dasha. Bugun Karl bilan jiddiy gaplashib olaman. Nima bo'lgan taqdirda ham oldimizga kirma, xo'pmi? Mayli. Siz doim ishlaysiz-a? Nega hech ham dam olmaysiz? Iltimos, chanada o'chiring. Oyim Karl bilan ovqatlanyaptilar. Yolg'iz qolishni xohlashibdi. Baribir ular bilan ovqatlangim kelmayapti. Yaxshi o'chirarkansiz.
Bu uyda yashagan bola bilan do'st bo'lganmisiz? Shunaqa deb o'ylagandim. Do'st yo'q bo'lsa, odamni tomi ketib qoladi. Ko'pincha qanaqa o'yinlar o'ynagansiz? Voy! Kinoni yaxshi ko'rarkansiz-da. Menga ham yoqadi. Vampirlar haqida, vahshiylar haqida, koinot va boshqa har xillari ko'p ekan. Eng yaxshi ko'radiganingiz qaysi? Meni tamoman rom qilishga tushibsan-da. Bu olma bilan dimlangan o'rdak. Uni Dasha ham yoqtiradi. Dashaga ma'qul bo'lsa, demak menga ham xush yoqadi. Juda mazali bo'pti. La'nati chiroq o'shaverib jonga tegdi. Tunda generator shovqinidan uyg'onib ketdim. Qarasam, yonimda yo'q ekansiz. Yerto'laga tushib generatorga yoqilg'i quydim. Dashani ham yoniga kirgan ekansiz. Mabodo mendan shubha qilmayapsanmi? Aytingchi, u xonada nima qildingiz? Dashani aytishicha, unga qo'l tekkizibsiz. Isitmasi bor yo'qligini tekshirgandim. Cho'kib ketay degani esingda turgandir. Nimaga shama qilyapsan? Bemalol ichingdagini aytaver. Jon quloqim bilan eshityapman. Siz unisini oling, men esa bunisini. Men qayiq yasashni bilaman. Qarang, cho'kib ketmadi. Qattiq siqyapsiz, og'riyapti. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Aslida sizga xotin kerak bo'lmagan, to'g'rimi? Yo'q. Lekin sen fikrimni o'zgartirding. Qo'ling juda shirin ekan. Sadoqatli rafiqa, ajoyib onasan. Kelajagimni sen bilan bemalol tasavvur qila olaman. Lekin ochig'ini aytsam, o'zing vaziyatni murakkablashtirib yubording. Maqsadingiz nima ekani men uchun qorong'i. Shunaqa bo'lishi tabiiy. Qayerdan ham bilarding? Yaqinda donorlik haqida bir dastur ko'rgandim. Donor nimaligidan xabaring bor-a? Biroz. 1884-yilda 87 nafar amerikalik ko'chmanchi Sierra Mountain'da qor bo'ronida qolib ketishadi. Qaqshatqich sovuq, oziq-ovqat deyarli tugab bo'lgan. O'shanda 87 kishidan 40 nafari omon qolgan ekan. Sababini bilasanmi? O'lganlarini yeyishgan. O'z yaqinlarini. Men ham o'ylab qoldim. Men, sen va Dasha uchalamiz qolsak nima bo'ladi? Yegulik qolmagan, yordam beradigan hech kim yo'q. Dashaga buni nima aloqasi bor? Qizingni qutqarish uchun Bu yerga kelib xato qilibman. meni o'ldirgan bo'larding. Va yeb qo'yarding. Ты бы убила меня и съела. Ради спасения Даши ты бы взяла нож, разделала меня и съела.
Haqiqatdan aqldan ozgan ekansiz. Meni bitta savol qiynaydi. Fikrlarimiz mos keladimi yo umuman boshqachamizmi? Yo'q, Karl. Sira mosmas. Rahmat. Mazali taom uchun. Lekin desert bo'lsa yo'q demasdim. Shirinlik pishirmadim. Hechqisi yo'q. Kecha Mariya olmali pirog pishirdim degandi. Muzqaymoq ham olib kelaymi? Karl, kechiring. Ertaga Dasha bilan jo'nab ketaman. Bu yerda qola olmaymiz. Janob Frederik, to'g'ri qaror qabul qildingiz. Unga borini aytsam bo'larkan. Ammo haqiqat hech narsani o'zgartirmaydi. Ninani go'zalligiga mahliyo bo'lib qoldingiz. Menimcha u bo'ri terisini yopib olgan echki. Карл! Karl! Eshikni oching! Karl, bu yer sovuq ekan. Karl! Karl. Iltimos, oyimni qo'yib yuboring. O'tinaman. Iltimos, yo'q demang. Nima desangiz roziman. Aytgan ishlaringizni qilaman. Iltimos. Qo'yib yuboring. Faqat oyimni qiynamang. Hozir qayerdalar? Iltimos ayting. Bu yerda nima bo'lyapti? Axir siz yaxshi odamsiz-ku. Bo'ldi bas. O'yin tugadi. Taylerni oldiga boradigan vaqt bo'ldi. Yo'q, ablah ekansiz. Vahshiy, yomon ko'raman. Yur men bilan.
yaxshi ko'raman. Men ham, o'g'lim. Nimalar qilib qo'yding? Men ham xursandman. Tur o'rningdan. Bir dona soch to'kilgan bo'lsa, seni o'ldiraman. Otishni bilasanmi o'zi? Otam menga ko'p narsalarni o'rgatgan. Dasha qayerda? Uni so'rab nima qilasan, Nina? Men hurmatli odamman. Xo'sh, senchi oddiy o'yinchoqsan. Pochta orqali kelgan.
Samolyotda. Politsiya senga ishonadi deb o'ylayapsanmi? Yo'q. Balki Lyusiyani ko'rsatarman-a? Lusiyani oldiga tushdingmi? Yerto'lada yotgan ekan. To'g'ri. Baxtsiz hodisa bo'lgandi. Ot minishga o'xshabmi? Safsatani bas qil. Senga haqiqat kerakmi? Lusiya kasal ekan. Lekin o'zicha mendan berkitgan. Aks holda unga uylanib bola tug'ishiga yo'l qo'yarmidim. Ey Xudoyim, Tayler deyarli o'lik tug'ilgan. Achinaman, ammo bularning qizimga aloqasi yo'q. Bo'ldi, yetar. Hammasi jonimga tegib ketdi, hiqildog'imga keldi. Bor kuchingni to'plab, o'sha la'nati tepkini bossang, ikkalamiz ham barcha tashvishdan qutulamiz. Bo'la qol. Kutyapman. Otsang-chi. Karol, iltimos, qizimni bering. O'tinaman. Iltimos. Nina, uzr. Seni qo'yib yubora olmayman. Senga bittagina savolim bor. Haliyam bo'lsa nikohimizni saqlab qolish mumkinmi? Hech qachon. Menga faqat qizim kerak. Yo'q. 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 Ming afsus. Unday qilmang. Bunaqa bo'lishini xohlamagandim. Yo'q. Iltimos, o'ldirmang. Yo'q, 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 yo'q. Dasha. Qizimni ko'rgim kelyapti. Ikkita ko'rsatkich va bitta bosh barmog'ingni saqlab qolishga ulgurdik. Bir necha haftadan beri diamorfin ta'sirida bo'lganing uchun hozircha og'riqni sezmayapsan. Qor erishni boshladi. Bahorni hidi kelyapti. Yangi mavsum. Dasha qani. Xavotir olma. U soppa sog'. Dam olyapti. Ayol sifatida seni hurmat qilaman va mehribon ona. Seni otib tashlashim mumkin edi, ammo nimadir meni to'xtatib qoldi. Bir kun dadam bizni oilada bir oy yashagan har qanday ayol haqiqiy qahramondir degandi. Onam meni olib qochish uchun 4 yil chidagan. O'sha tundagi voqealar sira esimdan chiqmaydi. Oyim sho'rlik rosa azob chekdi. Dadam esa meni chetga olib, erkakka o'g'lidan qimmatli inson yo'q deb aytgandi. Hech kim. Ammo sen menga saboq berding. Ona muhabbati ham cheksiz ekan.
Shu tufayli yana tirik qolding. Senga imkon berishga qaror qildim. Na onam, na Lusiyaga imkoniyat berilmagandi. Meni tushunayotgandirsan? Yaxshi. O'zim aqlliyam. Endi esa biroz sayr qilamiz. Dasha, U soppa-sog', shunchaki uxlayapti. Mariya, bizni xoli qoldir. qizim nega yotibdi? Buni sababi sen uchun bir ish qilishim kerak. O'zim uchun ham, o'g'lim uchun ham. Tayler bilan salomlash yoqimtoyiga ekanmi? Shunchaki yashashni xohlaydigan bolakay. Maktabga borish, to'p o'ynash hamda ko'chada yugurishni istaydigan bola. Taylorga sog'lom qon hujayralari zarur. O'pka transplantatsiyasi va yurak. Anchadan beri donor qidiraman. $1,000,000 va'da qilganman. Ammo yashab ketishi juda mushkul deyishyapti. Meksikadagi qora bozordan sotib olishim mumkin edi. Lekin aldab yuborishlari hech gap emas. Rossiyadagi kasbdoshlarim o'g'limga mos keladigan yuzlab nomzodlarni o'rganib chiqishdi. Yosh va sog'lom donor izlashdi. Nina. Tayler pushti kamarimdan bo'lgan. Boshqa ilojim yo'q. Iltimos. Aytishlaricha, yosh bola onasiz yashashga qiynalar ekan. Taylerga ham ona juda zarur. Men abadiy yashamayman. Nikohimiz qonun bilan ro'yxatga olingan. O'lsam, bor mol-mulkim senga qoladi. Vaziyatga shu tarafdan qara. Dasha doim yonimizda bo'ladi. Faqat Taylerni tanasida. Qolganlarim kelib qoladi. Operatsiyaga tayyorlanish kerak. Ha, buni joyiga olib bor, dozani ko'paytirib ber. Operatsiya tugamaguncha uyg'onmasligi shart. Reynni ham qamab qo'y. Yana mehmonlarga xalaqit qilmasin. Iltimos, quloq soling. Iltimos. Baribir foydasi yo'q. Menga qolsa allaqachon o'lib ketgan bo'larding. Bilib qo'y, Karlga sadoqat bilan xizmat qilib kelgan men bo'laman. Ovqatlantirdim, kiyintirdim. Bir kun bularning hammasi meniki bo'ladi. Taylerga ham senga qaraganda tuzukroq ona bo'laman. Alvido, go'zalim. Dasha, qutqaring, Dasha.
Film asilmedia.net saytidan yuklab olindi. Voy, oyim qani? Ularni tashlab ketmayman. Mashinani to'xtating. Yo'q. Senga qilgan yaxshiliklarim uchun rahmating shumi? Ha? Dasha, bu juda yomon odam. Jura tog'ayni mana shu yaramas o'ldirgan. Bu haqiqat. Ketayotganida mashinasini chetga surib yuborgan. Keyin ustiga benzin quyib yoqib yuborgan. Haqiqiy ablahni o'zi. Men yaxshilik yo'lida o'ldiraman. Senisi buyruq bo'yicha. Itdan farqing yo'q. Ko'ppak egasini aytganini qilmasa nima bo'lishini bilasanmi? Olib ket. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz do'stlarim? Bunga e'tibor bermang. Shunchaki dam olib yotibdi. Azizam, vaqtida kelding. Bu kishi doktor Garvinski e'tiboring uchun o'pka transplantatsiyasi bo'yicha juda katta mutaxassis. Tanishganimdan xursandman. Рад знакомству. Huzur, biroz ushlanib qoldik. Negadir vizamni berishni rosa cho'zishdi. Qizi xuddi sovuq urush boshlanganga o'xshaydi. Mayli, bo'lib turadi. Ichkariga kiringlar, yomg'ir yog'moqchi. Marhamat, yuring. Kellar, Salom. meni xursand qil. Tushundim. Xo'pmi? Kir. Tushunmadim. Nima bo'ldi? Hech qisi yo'q. Hozir generator ishga tushadi. Berchi. Karl. Bu Taylerni a'zolari tushirilgan oxirgi rentgenmas. Xonamda stol ustida turibdi. Qizdan boshlab turaveraymi? Ha.
ishdaman. Qizim, Dasha. Iltimos, balandroq gapiring. U mening qizimni o'ldirmoqchi. Eshitilmayapti. Xonim, nima bo'ldi? Alo. Javob bering. Hayotingizga xavf yo'qmi? Yoningizda hech kim yo'qmi? Endi farishtalarni oldiga uchasan. Holda nima qilib yotibsiz? Olga! Mariya, jarrohning oldidan ketma, qolganlar ortimdan. Tez! Ey Xudoyim, Nina. Tushunmadim. Katta dozada diamorfin berilgandi. O'rnidan tura olmasligi kerak edi. Nina. Unga qizi kerak bo'lsa ikkinchi qavatga chiqadi. Buchanan, ushla. Zinaga ko'z quloq bo'lib tur. Undan ko'ra qizini berib yuboring. Jiyan, seni yaxshi ko'raman, ammo mendan qarzdor ekaningni unutma. Shunaqa vaziyatlarda o'zingni erkakdek tut. Bu yer jang maydoniga aylandi. Nina va uning qizi biz uchun nishondan boshqa narsa emas. Lifni oldida hushyor tur. Ko'rinib qolsa shartta otib tashla. U qabul qilgan kokain hatto otni ham ag'daradi. Ertami kechmi yuragi to'xtashi aniq. Cranston, sen hovliga chiqasan. Qolganlar uyni sinchklab tekshirib chiqing. O'g'lim kutib qolishini xohlamayman. Uzr, men bunaqasiga kelishmagandim. Chekib kelaman. Zinaga qara. Deraza. Tushunmadim. Oyi!
Shu yerda tur. Ren, begonalar keldi, bos ularni. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Tupurdim. Келлер! Келлер! Keller! Keller! Kechiring. Nima qilmoqchisiz? Sabrim tugadi. Men ketdim. Orqa eshik bormi? Mayli, qo'yavering, o'zim topaman. Unday qilmang. Siz Taylerga keraksiz. Karmisiz? Bu yerda odam o'ldirishyapti. Kim bor? Iltimos, javob bering. Yigitlar! Nimalar bo'lyapti? Bo'ldi, yetar. Men ketdim. Iltimos, unday qilmang. Kechiring. Ochig'ini aytsam, bola baribir tirik qolmaydi. Dasha! O'ldiraman seni! Kuning bitta! Mana senga! Nina.
Nega haliyam hushingdan ketmading? Kokainni bunaqa dozasidan keyin yurak yorilib ketishi kerak edi. Qoyilman. Meni rosa boplading. Qaysidir daqiqada meni sevasan deb o'ylab qolgandim. Nigohlaringdan shuni tushungandim. Endi qilib yurgan ishingni qara. Seni axlatxonadan tortib olib, orzu qilish mumkin bo'lgan hayot berdim. Evaziga esa o'g'limni o'ldirmoqchimisan? Oyi! Dasha, nega kravatdan turding? Dasha, qoch! Qiz onasiga tortadi deyishgani rost ekan. Dasha, senga yomonlik qilmayman, bilasanmi? O'g'limmi? Judayam og'ir kasal, unga yordam berishing kerak. Dasha, gapiga quloq solma. Dasha, seni o'ldirmayman. Bir marta yaxshilik qilsang bas. Miltiqni menga ber. Dadangni gapini ikki qilma, qizim. Siz meni dadammassiz. Ahmoq qiz, menga qo'l ko'tardingmi? Фильм Майкла С. Оеды. Продюсеры Филипп Дей, Джефф Миллер, Оксана Орлан. Автор сценария Майкл С. Оеда. Оператор Джим Ор. Композитор Сезар Бенито. Художники Мэтт Румер, Марк Сангер, Брианна Янс, Рэй Кертис, Мелоди Теодора Кертис. В фильме снимались Корбин Бенсон, Оксана Орлан, Кристина Пименова, Лиза Гудман, Майкл Роберт Брэндон, Элисон Корман и другие.